Endi mana opani gapini eshitib bilmadim endi. Hech qayoqqa yopishtirib yuborgani o'xshamayapti. Sizlar ham bir fikrlab ko'ringlar. Yulduzoy Mamasodiqova degan opamiz, biz Arabiston soati bilan kuni bilan emas, O'zbekiston davlatni soati va kuni bilan yashaymiz. Arab qul emasmiz. Nima degani? Arabistonning soatiga nima aloqasi yo'q? Soat bilan o'lchanadigan narsa kuni bilan desa, oy kunlarini nazarda tutayotgan bo'lsa, Ramazonning birinchi kuni hammaga farz. Arabistondagida ham, Vyetnamdagida ham, Antarktidada yashayotgan birov bo'lsa, o'shunga ham farz. Men ekspeditsiyaga bordim, Antarktidaman desa, Ramazon shu kun kirgan bo'ladi. Farqi yo'q. Biz farqi yo'q. Endi qiziq yeri, biz arab qul emasmiz degan yeriga hayronman-da. Arab qul bo'lmasang, o'z ro'zani tutib nima qilasan? Shu arab bo'lgan Muhammad alayhissalom olib kelgan gapda u, senga begona, sen o'zbeksan, u arab. Senga hech kim emas u. Nima qilasan? Uni aytganini qilib ro'za tutib o'zi. Haligi bizning mazhab parastlarimiz bor. Yaxshi o'zi, mazhab ushlagani yaxshi. Men mazhab ushlagan odamni doim maqtayman, chunki to'g'ri yo'lda, nimaga desa, o'zi bilmasa bir mazhabni ushlab, u yerdan hukm olsa zo'r ish. Ya'ni rostdan bilmagan mu'minni qiladigan ishi mazhab ushlash. Lekin bu betuturuq mazhab ushlaydiganlardan Abu Hanifani mazhabida bitta musulmon ko'rsa, dunyoda qayerda bo'lsa ham u musulmon, hammaga farz bo'ladi degan Abu Hanifani hukmlarini aytib bersang, nima deyding? Yo'q, biz o'z davlatimizni o'zimizni ulamolarda aytganini qilamiz deydi. Ey, kasofat! Nimaga unda Hanafiy mazhabidaman deyapsan? U Iroqli odam u Abu Hanifa. Nimaga unaqa deyapsan? O'zbekistonlik emas u. Uni payti O'zbekiston degan lug'at ham yo'q edi o'zi hatto. Unaqa davlat ham yo'q edi. Voz kech, Hanafiy emasman. Men shu O'zbekistonlik KGB mazhabidaman yo yana bir balo mazhabidaman degin. Qabul qilamiz. Abu Hanifa senga g'irt begona u Iroqlik. U ham hozirgi Iroq paytda unaqa Iroq emas edi. Xalifali davlatda yashagan odam. Umayyi xalifali davrida oxirida yashadi, keyin Abbosiy xalifali davrida yashadi. Muhammad alayhissalom senga g'irt begona, u arab bo'lgan. O'zingni mahallangdan bo'lgan emas. O'zbek ham bo'lmagan. Unga umma ergashmashin kerak sen. Nimaga desa, sen tupoydi fikring bo'yicha sen o'zingni imomlaringga ergashishing kerak. Shunaqa befarosatlar, arab qul deb qo'yadi. Befarosat, mana sen ergashayotgan odamlar arablar, undan nima qilish kerak ularni? Arab qilib qolmaslik uchun ular olib kelgan dindan voz kechishing kerakmi? Shuning uchun islomda o'zi bunaqa millat yoki vatan degan bunaqa bemaza tushunchalar bo'lmagan, yo'q o'zi. Hozirgi chiqib olgan ahmoqlarning gapi u, vatanparvarlik, millatchilik deyotgan. U vataniga qarab olmaydi hukmni. Hukmda Alloh taolo hukm qilgan bo'lsa, indamasdan olaverasan uni. Negristonda oy ko'rinsa ham, oy ko'rinibdi, Ramazon bo'pti deysan. Farqi yo'q senga. O'zbekistonda ko'rinmaguncha mana shu 6 kundan keyin ko'rinar ekan, men 6 kundan keyin ro'za tutaman deb o'tiravermaysan, uni befarosat deb qolasan. Yo'qsa bir hukmda aytayotgani bo'lsa, bosh qora mayizdek qop-qora bir habash musulmon senga shariy hukmda aytib bersa, ergashishing kerak bo'ladi. Abu Hanifa ham shunaqa-da u arab bo'lgan. Ya'ni yarim arab bo'lgan u ham. Ajam bilan arabni orasida aralashgan. Tili arabcha, ya'ni butun odamlarga o'shini o'zining ijtihodlarini arab tilida yetkazgan. Shu sizlarni yomon yeringlar, kerak mahalda o'zingizlarga foyda bo'lib qolsa, Hanafiy bo'lib olasizlar. Manaqangi davlatlar hukm chiqargan mahalda Hanafiyni ham ketiga bir tep haydab borib, o'zingizlarni hukminglarni olib qolasizlar, muftiylarni. G'alati Hanafiychilarda u, unaqa Hanafiy dunyoda bo'lmasa kerak boshqa yerda. Endi bu ham bir boshqa yerda bo'lmasa kerak deganda o'zi bo'lsa ham kerak, sizlarga o'xshagan yagona emaslar, xafa bo'lmanglar, dunyoda betuturuqlar ko'p sizlarga o'xshagan. Yer bu yerdan chiqib qolsa, deb xursand bo'lib qolinglar, betuturuq faqat bizmas ekanmiz deb. Alhamdulillah.
He, xullas o'shanaqa ekan. Anchagina o'tirib qo'yibmiz. Sal girib bo'lib turdim bugun. Menimcha suhbatimizni yakun yasagan bo'ladi o'zi.